Assalomu alaykum barchalarga aziz kuzatuvchilarimiz. Hozir sizlar bilan Toshkent avtovokzalida yaratilgan barcha qulayliklar bilan batafsil tanishib o'tamiz. Toshkent avtovokzaliga kirib ketishinglar bilan post patrul xizmati xodimlari hamda mana shu uskunalarimiz yo'lovchilarning o'zlarini va yuklarini tekshirish uchun xizmat qiladi. Toshkent avtovokzaliga kelgan holda Toshkent avtovokzali markazidan xalqaro yo'nalishlar uchun chipta olgan yo'lovchilarga mana shunday bepul ko'rpalar tarqatiladi. 9 va 10 kassalarimizda xalqaro yo'nalishlar bo'yicha chiptalar sotiladi. Qolgan kassalarimizda esa viloyatlararo yo'nalishlar bo'yicha chiptalar sotuvi amalga oshiriladi. Kutish zallarida ham siz uchun barcha qulayliklar yaratiladi. Bundan tashqari tibbiyot xonasi hamda ona va bola xonalari ham mijozlarimizga xizmat ko'rsatadi. Siz Toshkent avtovokzaliga tashrif buyurgan holda mana shunday UzAvtoTrans servis korxonasiga tegishli bo'lgan yuton rusumli va yo'lovchilar uchun barcha qulayliklarga ega bo'lgan avtobuslarda viloyat markazlariga hamda xalqaro yo'nalishlar bo'yicha Rossiya Federatsiyasi hamda Qozog'iston respublikalarining bir qancha shaharlariga yetib olishingiz mumkin. Barcha avtobuslarimiz yo'nalishdan oldin texnik ko'rikdan qat'iy ravishda o'tkaziladi. Bundan tashqari har bir haydovchilarimiz ham yo'nalishdan oldin qat'iy ravishda tibbiy ko'rikdan o'tishadi. Agarda sizda UzAvtoTrans servis korxonasiga tegishli bo'lgan mana shunday qulay va davlat nazorati ostida bo'lgan avtobuslarda o'z manzilingizga yetib olishni istasangiz, bemalol bizga murojaat qiling. Ekranda qoldirilgan telefon raqamlariga murojaat qilsangiz, barcha ma'lumotlarni sizlarga batafsil yetkazib beramiz.